Srochniy aloqaga chiqamiz va Emirat bozorlariga hozirgina kirib kelayotgan legendarniy Ram Limitedni ham dog'da qoldiradigan yangilangan dunyo bo'yicha eng boy komplektatsiyaga ega bo'lgan pikaplardan bittasi Ram Tungstenni siz uchun havola qilamiz. O'zi aslida Ram Limitedning Tungsten Edition degan komplektatsiyasi bo'lar edi. Bu dub opsiya edi. Ana endi Ram oilasi o'zining eng jozibador Tungsten pikapini sotuvini boshladi. Hattoki S-Class bilan bemalol raqobatlasha oladigan bu pikapimiz 3 talab monitor, panorama tom, alcantara tom, premium audio sistema, Klipsch reference 23 dona. Bu pikaplar uchun rekord darajada ko'p degani. O'rindiqlari esa alohida mavzu. Isitish, sovutish va hattoki massaj funksiyasi ham mavjud. Premium segment uchun qo'llaniladigan charm bilan qoplangan bo'ladi. Bu o'rindiqlar shunchaki charmli o'rindiq emas, balki yuqori texnologiyali, multifunksional o'rindiq bo'lib, yuqori darajada komfortni va yuqori darajada sifatni taqdim qiladi. Nima deb o'ylaysiz? Yer yuzida bu pikap bilan raqobatlasha oladigani bormikin? Izohda javob bilan kutaman. Tasavvur qiling, gibridning ustunovkasiz, gibridning motorsiz 2,5 tonnadan oshadigan og'irligi bilan turi 6 sekundda 100 ga chiqib berish uchun injenerli bu kapot ostiga Ayabrazning 6 silindr 3 litrli Huracan motorlar qo'yilgan bo'ladi. 540 ot kuchi, 706 Nm bo'ladi. Bu va Abrazning 8 silindrli Hemi dvigateldan ham ekonomroq, ham rastamoshkasi arzonroq chiqadigani. Avtomobilimizda yana bitta eng zo'r funksiyasi pnevma podviska ham mavjud bo'lib, unda 4 ta rejim bor. Normal, aerodinamika, off-road va yuklarni chiqarishda tushirishda yordam beradigan funksiyasi bor. Siz uchun bor yo'g'i $77,000 CIP O'zbekiston VIP logistika bilan